Payg'ambar alayhissalatu vassalomda bir hadis bor. Aytganlarki, "Addabani robbi fa ahsana ta'dibi" deganlar. Meni Robbim eng go'zal odob bilan odoblantirdi deganlar. Alloh odob beradi do'stlar. Biz odob deganda bizga yoqqan gapni gapirib bergan odamni odobli deb tushunib qolganmiz. Bizga yoqmagan gapni gapirgan odamni odobli yo'q ekan deb qo'yganmiz. Yo'q. Odob, Alloh odob degan narsa odob hisoblanadi. Alloh maqtagan narsa maqtovli hisoblanadi. Alloh yomonlagan narsa butun dunyo unga qarsak cholgan taqdirda ham yomon deyiladi. O'shaning uchun farzandlarimizni ham Robbim o'zi odobini go'zal qilsin. So'raladigan narsa, iltijo qilinadigan, Alloh subhanahu va taologa yolvorib